Nöl sehrgarlar uyushmasi bo'lsa, jodugarlarning xotirjamligini maqsad qilgan uyushma bo'lib, nom sharifini hech kim bilmaydigan buzrukvar tarafidan qurilgan. Uyushma a'zolarining hammasi qonliq tilxat yozishib, sodiq bo'lishga qasam ichidi ham sehrgarlikni o'rganadi. Sehrgarlar uyushmasining amaliy kuchi kundan-kunga eshib, bora-bora binoga keltirmoqda. Ular cheksin oshgan jodugar o'g'lash harakatiga qarshi turish uchun davlatga qarshi chiqish ishga urishini qo'shdi. Hudud havlash texnikasi urush shaklini o'zgartgan va yoki choqning kashf qilinishi qatnashni qulaylashtirganga o'xshash yangi davr sehrgarligi dunyoning vaziyatini o'zgartirdi. Mening ismim Arabas. Növ sehrgarlar uyushmasidagilarning hammasi meni shundoq chaqirdi. Sen jodugar turib o'zining haqiqiy ismini yushirmaydi ekansan. Arabas degan bu yolg'on ism qolva. Sen degan heliq növ sehrgarlar uyushmasining dasturi ishlab yasagan qo'y terisi qog'ozi yezilib, qora sandalda tashlangan, ya'ni cho'risiga oltin hal berilgan, shundaqmi? Aniqki, u mening kitobim. Soltak. U kitob qayerda? U biz yurishgan joyda saqlag'liq. Bizni u yerga boshlab aparalamizsan. Buni deyishmay turayli. Siz sehrgarlikni bilgandikin, biz bir yo'lga odamlar hisoblanamdik. Boya dedim-ku, Nölning kitobini men yozgan. Men o'lchil u kitobni buzrukvar yozgan deb o'ylabdiman. Buzrukvar? U kim endi? Shunimi bilmamsiz? Dal oshu buzrukvar sehrgarlikni vinasga tarqatgan. U qilchilik nuqsonsiz ham shon-sharafga ega. U o'zi sehrgarlikni tinchlik uchun kurash qiladi. Demak, sen davatgan u istizodi buzrukvar boshqalarning narsasini... Askar. U maxfiy joy bu yerdan yiroqmi? Fumiganing oldi tarafida Loddi deb ataladigan bir kent bor. Kentdan kirgandan keyin yetib borsiz. U kentda ba'zi alohida mahsulotlar bor, shundaqmi? To'g'ri. U yerning yangoq bo'lgisi pek yeyishlik, ichiga churuk yangoq meyvasi elangan, yangla duxovkadan chiqqan pek yumshoq polka, ta'mi og'zingizda qoladi. Men buningga bak qiziqib qoldim. Askar, darhol yo'lga chiqaylik. Hey, siz yolg'ondan o'zingizni uning bilan bir yo'ldagi odam dedingiz, chatoq chiqma. Men yolg'on aytmadim. Lekin siz boya... Men faqat sehrgarlar uyushmasidagi kitobni o'zim yozganligini deb, uningga kulimsirab qo'ydim shu. Bu so'zakning qanday tushunishi bilan mening nima qarim? Bu jodugarlarning nayrimi ekanda. U so'zak buzruklarni intayin hurmat qiladi ekan. Agar uning kitobdan o'g'irlab kelinganligini bilsam, aksincha rol o'ynab qoladi. Ishqilib, gapimizni bir qilib olsaqli bo'ladi. Tog'a, oya shu. Tog'a? Men bo'ldi. Eshitma. Ancha yaxshi emasdek turibsiz. Uning chichining rangi...
Ondan Solina'nın kız navrisimi o sehrgarlik uyuşmasına qo'shildi. Qanda qaltis bo'ptimi? Venasga qadimgi ayol sehrgarning bevasi qandashiga botibqin ekanda. U ham chiroyli, ham aqlli. Yani dexe shundoq egiz ham to'lg'on. İzzet, agar jodugar bo'lmagan bo'lsa ko'rish boqatdim. Lekin u buzruk var ataman turuqliq o'zini ko'rsatmasa, har qancha kuchinglar bo'lgan holatimi birlikka akilanmaydi-da. Shunlashqa Solina'ның navrisi bütün uyushmaga qo'mondonlik qiladi. Uning salohiyatini bilganlar tushunadi-ku deyman. Mahnadim bilan Solina bulamdı buzruk var bulamdı men bilan ne munosabati? Menga nisbatan ularning hammasi kishini bezor qildigan jodugarlar. Mushundaq gaplarni qilishga petinib-atamsiz. Sizning toyxonangiz Men kamga. hech kimning quli emas. Gerçi hazır bu soltak qo'g'duvchilik qilayotgan bo'lsam-mu, mening jodugarlarga bo'lgan bezorligim hargiz o'zgarib qolmaydi. Jodugarlarning hammasi yo'q qolsin. Nima da'vatsiz? Qarag'anda xeyli chiqishib qolgan o'xshaysizlar. Shundoq. Shundoq. Ketdik. To'zimni bir. Üzükkan bu. Yaxshi narsa bo'lgan o'xshamamsan. Taqlag'in. Qiz boladek üzük taqab yuramdim. O'g'il bola uzuk taqisi bo'lardi ekan. Bu qarmoqqa sehrgarlarning o'zigida qiladi. Sehrning iznasini his qilib bo'ladi ekan. Uni taqlag'in. Sana foydasi bor. Undoq bo'lsa, mening sihriy kuchim bakla ojiz. Shunlashqa kichik narsadan birini otishim kerak. Peshona menga berib tura olamsan? Nima deb jo'ylayapsan, u soltak? O, oyjon, nimishqa meni ursan pixsiqtaga. Aha. Soltak. Erlarning mashqdek intik sonliga azor berma. Qarag'ini, uni yig'iltiratdim. Bunchalik ishqi kim yig'laydi ekan? Rastla askar apandikan-ku. Shaharistonga berib jodugar o'laydi ekan sizda. Shundoq. Bizga cho'ng yordam qildingiz. Yaqindan buyon hamma joy tinish emas. So'zimizni qilmayotimiz. Deganing to'g'ri. Kichik tog'larimda kishilar bilan jodugarlarning munosabati shundoq yaxshi edi. Solina feqi buvamning kesilini saqaytirgan to'g'ri bak. Oldimizdagi men turgan kani shu. Agar borsangiz, ular cho'qim qarshi oladi. Naqsh odamni qarshi olamdi. Albatta. Bizning kanat jodugar o'laydiganlarni intayin hurmat qiladi. Aras. Buni sizga beray. Oy, pamidurkan qo'l. Buni yegili bo'lamdi. Bu teqa bozorga solmagan mol. Mushundaqni yesa bakli tatli. Sho'rpiga sosimi shundoq o'xshaydi. Nega hamma yeb qo'shdi? Jodugarlarni yo'qtirgan ishni sizlarga topshirdik hamsa. Shu. Ishkanlar qanday qilishni bilasizlar-ku deyman. Menga kichik boladek muomala qilma, chatoq chiqmaydi. Bilaman. Buni sho'rpiq qo'shsam bo'lg'idek. Men uni demidim. Sizlarni u yerda yuvashroq bo'linglar, chandurib qo'ymanglar demakchi. Kanatning yoqisida bir bo'sh uy bor. Men sizlarni boshlab boray. Ot yig'ildi tursaqmi ishqisi yo'q. Anlasam, jodugarlar o'chilarining eng chong tadbirkorlari nafaq odamlar. Sizdan yordam qilishingizni o'tinaman. Men kanat boshlig'ini qir bo'ymikin debdiman. Men ilgari sizga o'xshash askar edim. Keyin sizga o'qya tegib, yaralang'ashqa qilmadi. Nima degan ichinishlar? Buning hammasi jodugarlarning qilgan ishi. Yashanganlardan tortib, yangi tug'ilgan vaqtgacha hech kimga rahm qilmadi. Yurtni qayta qurg'il bo'ladi. Lekin yurakdagi yara mangu saqaymaydi. Mushu shu. Tortilmay turinglar. Sizga ko'p rahmat. Bir narsa kerak bo'lsa, yondagi mo'maydan so'rasanglar bo'ladi. O gap sal qaraydi bo'lsa-mu? Yo'qolib ketdi. Qanday qilaman? Cho'na, nim bo'ldi?
Üzüküm yo'qolib ketdi. Sadi nerede-du? Bu bo'yingizdan qolgan uzuk edi-ku. Agar Solina janoblari bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, so'zlamang apa. Hammanglarning kanit qoida nizomlariga rioya qilishinglarni umid qilaman. Bu ismni tilga olmaslikqa kelishgan. Solina degan xoinni unutib ketinglar. Kechiring, bu kanitkilarning ishi. Yaqinda o'g'ri yolg'on ko'payib qoldi. Hiliqi, Avu şu. Bu mo'mayning uzuki shu-ku. bu ne? Hiliqi, Bu o'g'ri shumtak. Qo'lingizni tating. Bu degan uqishmas. Shunda u bu uzukni eriqdan tepib olgan. Ay, orqalib kelinglar. Ben o'tara tekshirishim kerak, askar efendi. Kanitning omonligini qo'g'dash mening majburiyatim. Bunda qilishning hojati yo'q. U agar o'g'ri bo'lgan bo'lsa, alaydan bu yerga kelib turarga joy izlamaydi. U yuzi qilin o'g'ri. Avu pomidorni mu cho'qimi o'g'irlagan. To'g'ri, uni hozir bozordan setib olamaydi. Buni boyiga arg'uliq tog'imiz bergan. Siz bizga uzuk o'g'irlagan ustozdakning gapiga ishondingmi? Qaraganda ularga qoida tushuntirgil bo'lmag'idek. Mayli ayol bo'lsin yoki kichik bola bo'lsin, hargiz oyoq o'tirmaydi. U o'zini qirg'uvchi deydi texi. Aslida uni jodugarlarga yo'qitib berdi deb chiqadi. Ha, illarning hammasi o'xshash. Solina bilan o'xshash. Ko'pchilik undaq demanglar. Bizning ovarchilik tepuvog'imiz yo'q. Uzuk bilan pomidor sizlarni qolsin. Bizni Sizlarning Solina haqorat qilishinglarga ruxsat yo'q. sen ablah. Jodugarka. İnsanlar yaman ishlarning hammasini jodugarlarga otib qo'ydi. Mana shu sababdan növ sehrgarlik uyushmasi maydonga keldi. Lekin Solina vabo tarqatgan. Undaq emas. Solina vaboning oldini ilib insonlarni qutqizgan. Ha. Holbuki sizlar Solinani kuydirib o'ldirdinglar. Kentda o'tobut yuz berishi sizlarga berilgan jazo. Bu ablahni darhol tutinglar. Qo'lingni tort. Yavaş bak. Qo'linglar uni qochirib qo'ymanglar. Razil maxluq, ularni bunday qilib qo'ymasak bo'lmaydi. Darlama qilib keldi. Acaba ularning bizni haqoratlashiga qarab turamdi. Men undaq demadim. Sizlar jodugarlar faqat bir Solina uchun shuncha ko'p kanat fuqarolarini o'ldirib o'tibsizlar. Agar haqni ayirmay o'ldirish yo'li qo'g'dinish hisoblansa, jodugar o'g'laydiganlarning qirg'inchiligini tabiiy haqqani yarkab desak bo'lg'udak. Kanatga barliq arlarni chaqirib kelinglar. Jodugarlarni o'g'lash boshlandi. Xeyli yiroqlab ketdik, hozircha biror xatar chiqmaydi. Men sirtqa chiqib havo yeb kiray. Hay, jadu qilishga vaqt ketadi, shundaqmi? Ha, o'xshamaydi. Ba'zilariga bir yil ketadi. Ilm ta'limlar nolning kitobi bo'lib qolibdi ekan. Faqat bir jumla so'z bilan jadu ishlatgili bo'ladi ekan. Nayt qolaylik, shundaqmi? Rosti shundaq bo'lsa, ushaq bolalarni ishlatadigan. Ishlatuvchilarning iqtidorini ta'sir qiladi. Ko'p bo'lganda 5 yil ichida o'rganib ola olasiz. Uning o'xshash jodugar soltaklardan necha 10 ming'i bor deyman. Kent aholilarining o'chilishdan ansirishimi omansizlikdan bo'lgan. Ya'ni kelib hozir ularni yengib olg'ili bo'ladi. Men missionerlarni da'vatman. Gerçi 500 yil ilgari jodugarlar yengilib qolgan bo'lsa-mu, balkim hozir. Balkim shundaqdir. Lekin bu ishni o'ylab ham baxmabdiman. Oxiri tushundim. Nolning kitobini dunyoni vayron qilib o'taydi desa, oshirib o'tganlik bo'lmaydi ekan. Naqdga kelsak, Solinani vabo taqati degan gapga qanday qaraysiz? Jodugar salohiyatidagi mendan so'rayapsiz? Sizdan boshqa yana kimdan so'raydi? Qaraganda bundan keyin so'raydigan savollaringiz xeyli ko'pdak qiladi. Javob berganingiz bo'lmasa mayli. Hech qisi yo'q.
Men nəhayət xoşal əskər. Siz bilan paranlaşqanlığımdan rastlı bək xoşalman. Shundaqmi? Agar savol so'raydigan boshqa odamınız bo'lgan bo'lsa, men cho'qim bəkla yolg'izlik tatgan bo'lar edim. Solinaning vabo kesili tarqatish mumkinchiligi intayin tuvan. Nima ish bundoq jazmlashtira olasiz? Oymadiligicha jadigar sehr ishlatish haqi sifatida atrofidagi aholilardan ochliq va kiyim-kechak olgan. Mundaqcha aytganda xalq bilan o'zaro manfaat yetkazishdi. Agar u vabo tarqatib xalqqa ziyonkashlik qilsa, uningga hech qanday foydasi yo'q. Jadigarlar doim o'ziga foydali ishlarni ko'proq qiladi. Deginingizchi bo'lganda uni xato tushunib qopti-da. Chunki vabo tarqalgan chaqda u ondan sehr ishlatgan. Solinaning qanday g'azablanganligini qiyos qilg'ili bo'ladi. Bayq Soltakning ochiqlanishi shu sababdan. Bu jadgarlarning o'ch elishining sababi. Sirtbakli jimjit. Odam kelyapti. Oyoq izi bakan, yiqilishibdi. O maqsad bilan Robero elishiman demanglar. Ularni o't bilan ko'ydirib bitaylik. Chodoq bo'ldi. Bu yoqqa. Ular bilan eli saqlab bo'ladi-ku. Zarariyat yo'q ishni qilsa oqibati yig'ishtirmagan tez bo'ladi. Oviyada oram yeb turaydi. Yelangni tamshor. Nima degan xatarlik? Qonlashmagan. Hamma ish sehr ishlatmasangiz qanday? Ularni birdaniga uxlatib qo'ydim shu. Ortiq ishdan qilmaylik. Agar ish cho'ngib ketsa, missionerlarning ochiq qo'shinining diqqatini qo'zg'ab qo'yamiz. Safarda ularni qo'g'lab tutishiga uchrashni xohlamayman. Bu yerda cho'ng oyoq qizi bor-ku. Ularni qochirib qo'ymaylik. Mashalday qilinglar. Ular yana yetishib oldi. Bu degan ularning yeri. Kechish mumkinchiligi bo'lgan yo'l ham yushurinadigan joylarni ular albatta obdan biladi. Ular bilan ilish qilib bo'lmasa, yo sehr ishlatgili bo'lmasa, yana nima amal bor? Ajibo. Oldidan bir kilovatlı. Bir adam gel. Yo'q, bir tam. Momo. Bu yoqqa kelinglar. Siz. Bu yo'ldan mansanglar bayqilib qolmay o'rmonlikdan chiqib ketib, Formigaga tezlab bora olasiz. Rahmat. Sizdan minnatdormiz. Elimi bizni dal vaqtida tepib oldingiz. Bu sehrgar qizchaq burli diqqat qilgan-ku deymi? Albatta. Nima? Men sizning mo'yingizni ishlatdim. Bu odam izlay sehrimi? Nima? U garchi sehrni yushirgan bo'lsa-mu, u yana bir jodugar. Bu sehr bilan izlamoqchi bo'lgan odamga munosabatli bo'lgan narsalarni ko'ydirib, ularning turgan joyini topqili bo'ladi. Askarning mo'yi orqali bizni topolgandan keyin rastli yomonkansiz. Odamni topqili bo'lgan bilan uzukni topqili bo'lmaydi. Men kamolatga yetmagan sehrga. Mana, men buni sizdan deb olgan. Rahmat. Bu uzukni oymadiligicha Solina menga sovg'a qilgan edi. Solinami? Men bir insonni yaxshi ko'rib qolgan hamoqat sehrgar bo'lg'achqa, u bu uzukni o'zim yaxshi ko'rgan odamga berishimni aytdi. Mening qizim nurg'un qiyinchiliklarga qaramay, o'zi yaxshi ko'rgan odam bilan to'y qilib, ayrim yashashni tanladi.
Sizmi odam salohiyatida kentda turmush kechirib, yo'ldishingizni qo'g'da. Hatto boshqa hamrohlaringiz o'ldirilsin-u, bilmasga selishingiz kerak. Bularni cho'qim esingizda saqlang. Solina! Endi keldinglarmi? Solina eng oxirgi daqiqagacha shuncha mardona edi. Hurmatli sazovor Solinani bir ko'rib olgan bo'lsam nima degan yaxshi bo'ladi? Mushundoq yaxshi bir odamning o'ldirilishi bek afsuslanarli bo'libdi. Siz jodugarlarga uyish edingiz-ku. Men xatolashibdiman. Kechiring, ha? Bilgan bo'lsangiz bo'ldi. Mening ko'ngli ko'ksim beklikan sizni kechirib o'tay. Nadim o'zini maqtagan bor. Sizni uzuk o'g'irladi deb batman chaplag'ini bekli eshib ketdi. Kechiring o'maq sehrigar. Hech qisi yo'q. Biz Solinaning davridagi xatolikni yana bir qatim sodir qilib tasliq qildik. Xo'sh. Sizlardan kent fuqarolarini kechirib yetishni talab qilmayman. Lekin ularning qalbini tushunishini umid qilaman. Ishonamanki, hamon bir kuni insonlar bilan sehrgarlar qo'l tutishib, go'zal dunyoni barpo qiladi.